Siz ham kapsulali kir yuvish vositalarini qimmat deb o'ylaysizmi? Men ham shunday deb yurar edim, toki hisoblab ko'rmagunimcha. Narxini videoni oxirida aytaman. Bu kapsulalarda Germaniya dermotesti va Italiya xavfsizlik sertifikati bor. Tarkibida 25 turdagi zararli moddalar va sun'iy bo'yoqlar yo'q. Gipoallergen, shu sabab hatto kichkina bolalar kiyimlarini ham bemalol yuvsa bo'ladi. Na ivitish, na alohida dog' ketkizgich va na konditsioner kerak bo'ladi. Natija deysizmi? Kiyim toza, mayin va rangi ham xuddi yangi kabi. Eng yoqqani sovuq suvda ham eriydi, oq va rangli kiyimlarga mos, teriga xavfsiz. Bir kapsulada ham gel, ham dog' ketkizgich va konditsioner bor. Bitta kapsula 3-4 kilo kirga mo'ljallangan. Qadoqda 100 ta kapsula bir necha oyga yetadi. Atomi kapsulasining bittasi 3,5 ming so'mga tushadi. Bozorda esa boshqa brend kapsulalari 4-5 ming so'mdan. Mana sizga haqiqiy tejamkorlik. Pul ham, vaqt ham, asab ham tejaladi. Ishlatib ko'rmoqchimisiz? Shaxsiy xabarlarda yozing.